Assalomu alaykum aziz do'stlar, bizning kanalni doimiy kuzatuvchi do'stlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bir rubob bitirgan edik. Qashqar rubob qo'ldan kelgancha bu rubobni o'zimiz Xanqa tumanida yashab ijod qiluvchi Hindalbek ukamiz zakaz bergan edi. Bu Hindalbek hozirgi kunda shu o'zimiz rayonda Hojixon Boltoyev nomidagi musiqa maktabida yoshlarga ta'lim berib keladi. Shuni o'zingiz bir chiroyli qilib yasab beringlar, qo'ldan kelgancha bir yasab berdik, yine ovozlari chiroyli chiqdi. Hatta onlara qo'shmaydi. Assalomu alaykum. Qo'shni ustamizning obunachilari. Yine qo'shni tağımıza bir Qashqar rubob zakaz etib berdik. Bugün bitib yine ko'ngildagidek chiqibdi. Hozir zovqlarni ham eshitamiz. Yaptınız mı? Dom ajoyib chiqqan. Hali gözünüz dert görmesin. Kasbkaringizdan bereket toping. Rahmet. Sana hem şu yaşlara ta'lim terbiye berishda hech qachon charchamay shu tarbiyalab turgan yoshlar shu katta konkurslara, respublika, dunyo miqyosida chiqsin. Bizning tilagimiz shu. Ilohi Salomat barakatingiz bo'lsin. kelsin.